Manga to'la qimmatga, azonga deb baho urish qilib bermanglar bo'lamda. Agar qimmat ko'rgan bo'lsangiz, o'zingizning hayotidami qimmat bo'lgan bo'lsa, men tavsiya qilayotgan bo'lmayman. Hayotimdami bak qimmatga, men uningdan azaraqdim deb o'ylagan bo'lsangiz, almasangiz bo'ladi. Uchu, qiziq ekansizlar sizlar. O, yangi bozor ichishdan burunqa bahona deb hozir menga osh bahoda bersangiz bo'ladi deb. Bu mening og'zimga bir gap kelgandi. Amacamning narsa emas bu. Buni o'ziga yarasha xo'jayini ishlab chiqaradigan zavodi, o chatdan kiradigan jinko mahsulot bu. Import mahsulot tursa, men buni ba'zan qanday o'zgartirib qilib bera olayman? Qiziq ekansizlar bo'lsa. Men bir sotquchi bu yerda. Tashviqot qilib setayotgan menmi? Men tirikchilik qilib jinimni yo'qishim kerak-ku. To'g'rimi yo? O'zaro qilib berasiz. Men o'zaro qilib beramayman bu narsani. Qiziqmi sizlar? Ey bir odam o'zining sog'lomligiga munosabatli bir narsani yeb baqay, ishlatib baqay yoki sinab baqay deyotgan bo'lganki, u jihatda sizlar tojixonja qilmaysizlar. Shopdon emas bu bozordagi, gazir emas, bir stakonga bir ikki qo'y degan sen shuni qo'shib deydigan. Ujo, oshdan gap bulamda. Hammasi shu kelayotgan gap pulga. Yunfisi bor, chegaradan kirish pulsi bor, osh pullar bo'lib, sizlarning qo'lingizga 699 ga beryotadi do'stlar. Yangi yil kelsa buning bosi 1000 qo'y o'sib ketgan, 300 qo'y o'sib ketadi. Buni men o'stirib olmayman, yo tushirib yetmayman. Butkul mamlakatlarda chanchu deganni tushunsizlar-ku. Butkul dunyoda setilayotgan mahsulot do'stlar. Unda chaqchaq qilmanglar. Unda meni bak qijnab ketar ekansizlar, shu bo'yincha kirib, uya kirib so'zlab ketar ekansizlar. Onda deb ekan, manda deb ekan. Kechirsizlar. Agar pulingni yo'q bo'lsa, agar og'ingni bo'lmasa, agar hayotinglarning, o'zinglarning tan salomatligini bak muhim deb o'ylamasanglar, olmasanglar bo'laveradi. Kirib so'ragan ekansiz. Bundan bir qatam ishsingiz bilan ikkinchi qatamdan boshlab siz o'zingiz meni izlab, o'zingiz ko'tildab, voy xanim andaki deysiz. Bunda yaxshi narsa bo'lmagan bo'lsa, bunda yaxshi import narsa bo'lmagan bo'lsa, men o'zimning tordagi inovatimni shamanda qilib, men yerda setib tushunmaydim. Qanday gapni ayrimxon deyishamdi? Nima qilamiz?